TikTokda videolaringizga qanday post yoziladi deb savol kelgan. O'rganamiz. Mana TikTok ilovasiga kirib olganmiz. Mana shu yerda mana qarang. Mana shunda ochganingizda o'rtasini bosganimizda mana bu yerda mana galereya bo'ladi. Galereyaga kiramiz. Birorta mana tayyorlagan videoyingiz bo'lsa, tayyor videoni tanladingiz. Mana kiramiz. Endi shu yerda mana daleni bosamiz. Daleni bosganimizda mana добавить описание. Mana shu yerda bosamiz. Mana pastda yozuvlar chiqadi. Shu описаниесini qanday yoziladi deb so'rashgan edi. Mana savolingizga javob mana shu videoyingizga moslab o'zingiz описание yozasiz. Mana masalan men videoyim o'zimni my love deb boshlayman postlarni. Mana shunday qilib boshlaymiz. Endi mana bu chiziqchasini pastga tushirish uchun mana pastdan mana buni bossak, o'zi pastga tushadi. Mana pastga tushadi. Hashtaglarni qanday yozamiz deyshadi. Mana hashtagga bosamizda o'zingiz xohlagan mana shu videoyingizga moslangan hashtaglarni yozasiz. Mana hashtag yozamiz. Mana my love. Ana shunday qilib yozib bo'lganimizdan so'ng mana obligatsiyani bosamiz, ketadi qizlar.